Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızla başlayımız. Leksiyada sadaka diyoruz. Washington'da sözleyimiz. Bugün çislağa 2024 yıl 2. ayının 12. günü hürmetli vatandaş. Heptiga düşembe vatandaşım. Bugün sizlerge sözleydiği leksiyalardan avval vaziyet bir cümle. Mesela halkılık peytle torbeti, bana görüp sözleyip şundak mavzu koyuptu bugün üzün xabarigi yaki video filmiga. Agar Jungo Tayvan boğuzu Tayvan'a hücum kılıdığan iş bolsa, şu haman halkara cemiyet Tayvan'ın devlet işgalligini itiraf kılıdı dedi. Bundaqda hazır Jungo'nun qorişağı elişi, aeroplan evetişi degen, o korkunçluk degenden köre Jungo hücum kılgan haman Tayvan'a halkara cemiyetin itiraf kılışı mana bu korkunçluklar. Sözler vatıdı bu emri yeni. Hazırki oturgu koyuluvatkan hukum yani siyasi hukum, siyasi ibarala ve onun münasebetlik hareketlerge seliştirganda bu hazır yeni bir hukum bulup oturgu çıktı vatandaşım. Bugün sizlerge söz deydiğin leksiyelerimizin mavzusun değil, yaki mavzudan burun nimi deyimiz vatandaşım? Mavzudan burun deydiğimiz mavza, mandak. Payçek bazarıda, Jungo'nun payçek bazarıda 7 trilyon dolar parga aylandı. Mütehassisler buran çapkon bütün Jungo'nu kaplap yetip geldi dep agahlandırdı. Mavzulu haber 2. ayının 11. günü Halk Gazetede ilan kılındı. Bu yerde Halk Gazeti degende Rimmen Wang depti. Haber mındak başlandı. Belki Jungo'nun üzün torbetide ilan kılınan haber buluşu mümkün. 7 trilyon dolar. Ben de onu deslep görgende 7 trilyon yuan dep hesaplağantın dolar. Alamet gap vatandaş. Muşu payçek bazarı Jungo'da endil yüzbegen gümran boldu, o boldu, bu boldu degenin ahırka neticesi hulaslangan mavzu 7 trilyon dolar muşakatem Jungo payçek bazarıda parga inlip gitti. Jungo iqtisadi ötken bir yılda zerbe gökçürdü. 2021 yılı yuqori palli kötürülgenden başlap bu zerbe Şanghay, Şinjin qatarlı şehirlerde 300 numaralı körsetmelik san 40% güçte. Mesela Henshin devlet egeligideki şirketlerin körsetmesi 50% öllep gitti. Hong Kong ve Jungo'da payçek bazarda hazırgıça 7 trilyon dolar parga inlip gitti. Jungo Kompartiyası payçek bazarını kutuldurman dep türlük tedbirlerini iş kısaldı. Şundak bolsa mı ey belgelek payçek yaki pay bazarında pay ey belgelek payçek ne bahası payçek bazarda edep tüvelleşke başladı. Hazır muşulan hulasılığın fakatla muş payçek bazarını hulasılığında bir meydan iktisadi buran çapkon bugün Şanghay Şinjin dep şehirlerge ayrıvelişten hacıtıkan biri bütün memleketke kaplaş dairesi bütün memleketke yetip geldi dedi. Neç günden bir ki kısat doğru sözlerimizde hulası bugün buran çapkon bütün Jungo memleketke yetip geldi deydi vatandaş. İkinci bir mavzuda Jungo Kompartiyası xatarlik bir vaziyet duç geldi. Mavzula haber bulmuş 2. ayının 11. günü Venvi torbetide ilan kılın. Haber mundak başlandı. Jungo kuruluqda cemiyet ve iktisatın ahvali gün sayın yamanlışqa başıldı. Jungo çonqurluqdan vaziyet hazır kenglikten yani çonqurluq qarab taraqqiy qilishga başıldı. Çirikleşken bu hakimiyet, yani Jungo Kompartiyası'nın siyasi hakimiyeti
Çerekleşken bu hakimiyet tehi çüşkünleşnen yoki çerekleşning eng oxirgi chekiga tehi yetib kelmedi. Eng oxirgi chek yetib kelib tugadi degan gap hamda shu chekka yetib kelmedi. Hukumatning qo'lidagi pul hajlanib bo'ldi. Ya eshib qoldi degan gap yo'q. Hozir hukumatning qo'lidagi, ya'ni moliyadagi pul hajlanib tamom bo'ldi. Xalqning qo'lidagi pul tugayli deb qoldi. Xalqning qo'lida qanchalik pul bo'ladi vatandosh? O tugayli deb qoldi. Yaqindan boshlab bankada amanet qo'yilgan pullarni kishilar ololmaydigan bo'ldi. Bas-basda o'chirat qisqa-qisqanchilikda yetib kelsimi banka bu pulni o'zidan chiqara olmadi yoki bankadan chiqara olmadi. Bu orliqda banka bilan fuqarolar amanet qo'yg'uchilar bilan jungu hukumat o'ttirisida sirkilish, ziddiyat keskinlashdi. Hem bu pulni elish to'sqinlik, bank tarafdan to'sqinlik uchirdi. Amaliyotda bu siyoset tarafdan to'sqinlik uchrashdi. Siyoset shundoq bo'lmasa bank to'sqinlik qilolmaydi bu ishlarga. Chunki kompartiyasining siyosati amanet qo'ygan pulni elishga to'sqinlik paydo qildi deydi. Bu ahvol hozir Jungo kompartiyasi bilan fuqarolar o'tirib iqtisodiy munosabatlarda ziriklashish. O'tganda aytgandek, o'tirdi bir-biriga ishonch allaqachon ko'tarilib ketdi. Mushu masalada bankaga pul qo'ydim, men berib bu pulni bankada ola olmayman. Albatta bu ziddiyatning tuguni bo'ladi-da vatandoshlar. Hozir endi masalan bir hukumat, bir davlat, bir fuqaro mushu nuqtada fuqarolarni bir tahir qilish degan nuqta bo'ladi vatandosh. Chunki hukmronlik qilayotganda fuqarolarda asl tahir qilish degan nuqta bo'ladi. Mayli diktatordan qo'rqib bo'lsin, mayli hukumatni qo'llab bo'lsin, mayli hukumatga qarshi turib eg'izdan chiqara olmaydigan holati bo'lsin, fuqarolarda bir tahir qildigan ish bo'ladi. Biroq hozir Jungo fuqarolarining tahiri oxirlashdi. Uning o'rniga tahirsizlik boshlandi. Bu vaziyatda saqchilar chiqib hozir taraf-tarafda Jungoda fuqarolarga zo'ravonlik qilishga boshladi. Masalan, bankada o'chirat turib pul olaman deganda mushu qiyofatga ham saqchilar aralashib zo'ravonlik qilishga boshladi. Hozir Jungoda ko'plagan taraflarda hozir xalq fuqarolar zo'ravonlik bilan qarshi turadigan bir vaziyat shakllanishga boshladi. 2024-yil mushuningdan aytganda, mushu vaziyatdan aytganda qanday o'zgarish bo'ladi? Hozir torbatlar talash tortish, video filmlarda talash tortish va bu nuqtada ko'rsatib berishlar 2024-yili Jungo vaziyatdan qanday bo'ladiganligi to'g'risida. Mush yerdan boshlanadi deydi yuqorqi maqolaning xabarning avtori. 2024-yili Jungoda nima ish yuz berdi? Mush yerdan boshlanadi deydi. Jungo xalqi umumyuzlik uyg'onish bosqichiga kiramdi yo'q. Mana mushu yerdan boshlanadi. Amerika Jungo munosabati yaxshilamdi yo'q. Yaxshi bo'lamdi yo'q. Mana mushu yerdan boshlanadi dedi. Bu yil nurg'un ishlar yuz berishi mumkin. Bu ishlarni jo'lg'anda bu ishlar Jungo kompartiyasining gorkovi bo'lib qoladi. 2024-yil boshida aytgandek ishlarning hammasi kengayish yoki qoplanish darajasi butun Jungoda mushuna orqa-orqadan yuz beradigan bo'lsa, bu ishlarning jo'lg'inishi Jungo kompartiyasining gorkovi yoki Jungo kompartiyasi halok bo'ladi. Buning o'lik sandig'ini mushu jamiyatdagi mushu voqealar tayyorlaydi. Bu yil nurg'un ishlar yuz beradi. Bu ishlarni jo'lg'anda mushundaq oqibat kelib chiqadi. Balki kelgusi Jungoning qurilishiga asos yaratadi. Bu 2024-yillik Jungo jamiyati va Jungo jamiyatiga qaratilgan nazar ekan. Buni beshida bugun keltirib elqadak
Partlaş karakterli haberini sizler ko'rsatdik. Vatandaş nima deydi? Hozir tajovuz qilmayman. Junguni Tayvanga tajovuz qilish mumkinligi nima degan asoslagan to'qarliqda? Jungo siyosiy hakimiyatni mustahkamlab qolaman, Jungo Kompartiyasining hakimiyatini saqlab qolaman deydigan mushundaq niyatga va mushundaq fikrga kelganda, vaziyat mushu darajada uni ovora qilayotganda birli yo'l tavakkalchilik. Ya'ni Tayvan o'zining og'zidagi ish hozir Tayvanga tavakkalchilik qilish yoki hujum qilish yoki qurol ishlatish mushu paytga yetganda bugun endi pulga qaraydigan nima? Hal qilg'uch daqiqalar ya hal qilg'uch vaqtlar degan to'rbat, hal qilg'uchi daqiqalar degan to'rbetda uning xulosasi chiqarib, agar Jungo Kompartiyasi Tayvanga hujum qiladigan bo'lsa, Tayvanni xalqaro e'tirof qilish boshlandi. Bu intayin qo'rqinchli. Demak, buni hozir mumkin degan jumlaning ichiga olmadi. Mümkün degan cümlenin işçiga amma 2024-yili mushu ish yuz berdi degan javob bilan yoki fikr bilan jumla bilan bu maqsadni ifodalagan gap. 2024-yili Jungo Tayvan o'rtasida cho'qim mushu ish yuz berdi deb xulosa chiqargan gap.